Grant ta'lim maktabining 7-9 sinf o'quvchilari uchun tashkil etilgan navbatdagi sayohat unutilmas kunlardan biriga aylandi. Ular ertalabdan elektropoyezdga chiqib, tog' yon bag'riga, tabiatning quchog'iga yo'l olishdi. Tog' etagidagi sayr davomida o'quvchilar tabiatning beqiyos go'zalligidan bahramand bo'lishdi. Quvnoq suhbatlar, o'yinlar, samimiy kulgular bu kunni yanada unutilmas qildi. Har bir o'quvchi bu safardan o'ziga kerakli saboq oldi. Tabiatga e'tiborli bo'lish, tozalikni asrash, hamjihatlikda harakat qilishning naqadar muhimligini his etdi. Bu safar ularning hayotida shunchaki bir sayohat emas, balki tabiat bilan suhbat, do'stlik va mehrning chin darsiga aylangan kun bo'lib qoldi.